Hazrati Rasuli akram alayhissalatu vassalomga jannat va do'zax ko'rsatildi. Jannatiylarni payg'ambarimiz ko'rdilar, do'zaxiylarni ko'rdilar. Jannatga bo'ladigan ne'matlarni ko'rdilar. Do'zaxga odamlarning boshiga tushadigan uqubat va azoblarni payg'ambar alayhissalatu vassalom ko'rdilar. Nimalar bo'lishini ko'rdilar. Liyakuna minal muqinin. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. O'z bandasi Muhammad alayhissalatu vassalomni bir kechada Masjidul Haromdan atrofi barakotli bo'lgan Masjidul Aqsoga olib borgan zot Alloh taolo barcha nuqsonlardan, barcha ayblardan pokdir. Biz unga oyatlarimizdan, mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun shu ishni qildik deydi Alloh. Albatta Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zotdir deb Alloh taolo Isro surasining 1-oyatiga buni zikr qilib, muhr qilib qo'yadi. Hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Isroga ko'tarildilar. Endi olimlar aytadilarki, avvalo buni hikmati ilohiysini Alloh taoloning o'zi biladi. Isro va Me'roj qissasidan bizni siz mo'minlarni va qiyomatgacha keladigan zurriyotlarimizni oladigan manfaatlarimiz, foydalarimiz bor. Muhammad alayhissalatu vassalom iymonlarini mustahkam qilgan voqea yo hodisa Hazrati Rasulullohdan boshlab qiyomatgacha ummatni iymonini, e'tiqodini mustahkam qilib boraveradi. Hazrati payg'ambar alayhissalomni Isro va Me'roj voqealari qiyomatgacha mo'minni iymonini mustahkam qiladi. Munofiqni esa, badkirdor mushrikni esa battar dinga, e'tiqodga, haq yo'ldan toyishlikka sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom o'sha kechani o'zida Quddusga qaytib tushdilar. Undan keyin Makka ga borib Ummu Honiyni uylariga dam oldilar. Ertalab turib Makka ahliga buni aytib berdilar. Hazrati Abu Bakr Siddiq, Hazrati Ali ibn Abi Talib va boshqa sahobalar xursand bo'ldilar. Omanna va saddaqna deb tojusar qildilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu dalil keltirdi. Har kecha kunduz o'nlab martalar Jabroilni tushib chiqishiga iymon keltirgan manu bandasini bir kechaga bir marta tushib chiqishiga iymon keltirmaymanmi? Omanna va saddaqna aytgan bo'lsalar to'g'ri aytibdilar dedilar. Siddiq maqomiga erishdilar. Ammo Abu Jahl, Abu Lahab fitnalari ustiga fitna uyushtirdilar. Va ma yazidu zolimina illa nufura va illa kufura. Ularning nafratlari, ularning kufrlari, ularning takabburlari bundan da ortib ketdi. Ba'zilari inkor qildilar, ba'zilari haqiqiy jinni dedilar, ba'zilari biz bir oy boramiz, bir oy qaytamiz, qanday bu bir kechada borib kelibdi dedilar. Hazrati Rasuli akram alayhissalom Allohning inoyati bilan ular, ya'ni mushriklar qo'ygan barcha savollarga, barcha gaplariga, barcha e'tirozlarga batafsil javob berdilar. Bittasi keldi. Baytul Maqdisga bordingmi? Bordim dedilar. Aytib ber dedi. Payg'ambar alayhissalomning oldilariga oyna ochildi. Baytul Maqdisni payg'ambar alayhissalom qadamma-qadam aytib berdilar. Hazrati Rasuli akram alayhissalom aytdilar. Qurayshning karvoni bor qaytib kelayotgan. Oldinda u karvonni olib kelayotgan nor tuya bor, kulrang tuya. Karvonga u bor, bu bor. Ularni tuyalari yo'qolib qolganda men karvonga qo'shib qo'ydim. Ularni bir idishda suvlari bor ekan, olib ichib qo'ydim. Idishni qaytib yopib qo'ydim. Suv qolmadi idishga dedilar. Karvon bir necha kundan keyin keldi. Aynan payg'ambarimizning aytgan so'zlari bir xil chiqdi. Alloh taolo bandasiga iymon bersa, hidoyat bersa, har bir hodisa, har bir voqea bandaning iymoni, e'tiqodini ziyoda qiladi. Ammo Alloh taolo bandadan iymonni olsa, tavfiqni olsa, har bir voqea, hodisa uning ziddiga, uning zarariga bo'ladi. Alloh panoh bersin. Tavfiqdan ayirmasin. Hammamizga bundan oladigan darsimiz avvalo innahu ala kulli shay'in qodir. Alloh taoloning qudrati cheksiz. Banda bu cheksiz qudrat sohibi oldida qul. Bizni barcha harakatlarimiz chegaralangan. Alloh ala kulli shay'in qodir.
Alloh qodir, Alloh muqtadir. Alloh taolo ismda, sifatda, Alloh taolo fe'lda hech bir maxluqqa o'xshamaydi. Alloh taolo xohlaganini qiladi. Xohlagan paytda qiladi. Xohlaganda qiladi. Iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsani iroda qilsa, bir narsani bo'lishni istasa, bo'l desa bo'ldi, bo'ladi o'sha narsa. Tamom, aytgandek bo'ladi Alloh. Alloh taoloning qudrati oldida bandasi ojiz. Bizni ojiz aqllarimiz, fikrlarimiz ilohiy qudratni o'lchay olmaydi. Qanday deya olmaydi. Bundan 100 yil oldingi odamlarga nihoyatda olamshumul bo'lgan, ertak bo'lgan, fantastika bo'lgan narsa bugungi kun odamlari uchun oddiy hayot. Hozir ana telefonni olamiz, boshqa qutb bilan gaplashamiz, dengiz orti bilan gaplashamiz va hokazo. Bu muammo emas. Kecha bu yerdagi odam bugun Jum'ani Makka-i Mukarrama yo Madina-i Munavvarada o'qiyapti. Bu muammo emas. Demak, Alloh taoloning qudratiga, uning mutlaq qudrat sohibi ekanligiga omanno va saddaqno. Keyingisi Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalomning qadrlarining oliyligi va u kishining qadrlarining ulug'ligiga. Alloh taolo payg'ambarni shunday silab, shunday ulug'ladiki, va rafa'na laka zikrak. Ey Muhammad alayhissalom, sizni nomingizni, sizni zikringizni, sizni qadringizni oliylarga ko'tardik deydi Alloh. Jabroil bir qadam qo'ysa kuyadigan joyda payg'ambar alayhissalom bemalol bordilar. Payg'ambar alayhissalom Allohning huzuriga Hazrati Rasululloh bordilar. Bir necha marta bordilar. Namozni farzlarini sonini Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalom Allohga iltijo qildilar. Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar alayhissalomning iltijolarini qabul qildi. Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomning nomlarini, zikrlarini ko'tardi. Ashhadu an la ilaha illalloh desa muazzin, undan keyin ashhadu anna Muhammadan Rasululloh deydi. La ilaha illalloh desak, to Muhammadur Rasululloh demasak iymonimiz mukammal bo'lmaydi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni maqomlarini, Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning martabalarini shunday ko'tardi. Namozning ulug'ligi, namozning buyukligi. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Namoz mu'minlarga o'z vaqtida farz qilindi. Aqimus solah va atuz zakah warka'u ma'ar roki'in. Namoz o'qib zakot beringlar, jamoat bo'lib ruku qilib namoz o'qinglar dedi. Namoz bu shaxs tomonidan xohlasa bajaradigan, xohlasa bajarmaydigan, xohlasa o'qiydigan, xohlasa o'qimaydigan, xohlagan paytda o'qiydigan yo xohlamasa o'qimaydigan ibodat emas. Bu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedikmi? Musulmonmiz dedikmi? Xohishimiz bilan islomni qabul qildikmi? Demak, Alloh taolo undan keyin bizni zimmamizga majburiyatlar yukladi. Chunki Alloh taolo va'da berdi. Nima va'da berdi? La ilaha illalloh desang jannatga seni kirgizaman dedi. Saodatmandi abadiy qilaman dedi. Lekin dedi, mening ham senga yuklagan vazifam bor, namoz. Ro'zi mahshar ki jon gudoz bo'ladi. Avvali pursish az namoz bo'ladi. Qiyomat kunidagi avvalgi so'roq namozdan bo'ladi. Avvalu ma yus'alu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamati 'anis salat fa iza qubilat qubila sa'iru 'amalihi wa iza ruddat sa'iru 'amalihi. Qiyomat kuni deydilar Hazrat Rasulimiz. Avval bandadan so'raladigan narsa namozi bo'ladi. Namozini vaqtida o'qidimi? Erkakmi, ayolmi, balog'at yoshiga yetdimi? Namoz o'qishimiz kerak. Agar namozi ijobat bo'lsa, qolgan amallarini Alloh qabul qiladi. Agar namozi qaytarilsa, o'qimagan bo'lsa, dangasalik bilan yoki chala-chulpa o'qigan bo'lsa, Alloh va Rasuli buyurmagandek o'qigan bo'lsa, Alloh panoh bersin, boshqa amallari ham qaytariladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar. Alloh taolo namozni bizlarga ulug' ibodat o'laroq, buyuk bir toat o'laroq farz qildi. G'aybga iymon keltirish. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Alloh taolo Baqara surasining avvalida
alif lam mim deb sura karimani boshlaydi. Zalikal kitab la royba fi. Bu kitobga hargiz shak, shubha yo'q. Ya'ni bu kitob ilohiy kitob. Alloh nazdidan nozil qilingan kitob, Xudoning kalomi, Alloh taoloning marhamati, kalomi sharif. La royba fi. Shak shubhasi yo'q. Ma'nosida ham, kalimasida ham shak shubha yo'q. Hudan lil muttaqin. Lekin bu beshak ilohiy kitob hammaga ham to'g'ri yo'l bo'lavermaydi. Hammaga ham hidoyatni ko'rsata olmaydi. Kimga ko'rsatadi? Taqvodorlarga. Xudo yo'liga kirganlarga Qur'on hidoyat mayog'i bo'ladi. Allazina yu'minuna bil g'ayb. Taqvodorni, muttaqilarni birinchi sifatlari ular g'aybga iymon keltiradilar. Isro va Me'roj voqeasi, shunga o'xshagan boshqa voqealar, banda uni ko'radi. Yozilgan shunday. Sanadini tekshiradi. Qur'onda uni oyati kelibdi. Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqso oyat kelibdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan sahih hadislar kelibdi. Uni ummat rivoyat qilibdi. Toji sar uni qabul qiladi. Bosh ustiga qo'yadi. Aqlining qosir mezoni bilan aql pallasiga ilohiy g'aybiyotni qo'ymaydi. Bu tarafda noqis aqlini qo'yib, bu tarafga cheksiz qudrat sohibining kalomini, cheksiz qudrat sohibining inoyatini qo'ymaydi. Chunki bu yuklar bir-biri bilan palladosh bo'lmaydi. Bu yuklar bir-biri bilan taroziga tortilmaydi. G'aybga iymon keltirish bu mo'minning siymosi, mo'minning belgisi. Ba'zilar aytadilar, qanday g'aybga iymon keltirasizlar? Birov oxiratdan kelibdimi? Birov jannatdan kelibdimi? Hasan Basri unga nima deydilar? Sen u yoq bu yoqqa qaramagin. Oxiratdan kim kelibdi deb izlamagin. O'zingni aslingga qaragin. Asling bir sassiq suv edi, boraring ham bir sassiq joy bo'ladi. O'zingga qaragin. Alloh taolo sassiq suvdan, hamma undan jirkinadigan suvdan nima qiladi? Mukarram insonni qiladi. Atir xushbo'y, qad qomat, bashan kiyingan, mashalloh. Mana shunday jasad oxiri tuproqqa tashlanadi. Tashlandiq bo'ladi. Ya'ni o'zimizga qaraylik. G'aybga iymon keltirish. Alloh aytdimi? Namoz o'qi dedimi? Roza tut dedimi? Alloh taolo iymon keltir dedimi? Alloh zakotni ber dedimi? Alloh taolo avratingni yop dedimi? Alloh taolo haqqa ters ketma dedimi? Allohning amrini qilish kerak. Mo'min odam qiladi, labbayka va sa'dayt dedi. Yana katta nihoyatda Alloh taolo marhamat qilgan narsalardan u ham bo'lsa, Parvardigor olam yerni, ro'y zaminni, zamin va zamonni, ba'zi joylarni muborak qilib qo'ydi. Makka mukarrama. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilarki, haramlar 3 ta. Ya'ni muhtaram zaminlar, hurmatli yerlar, Alloh taolo tomonidan hurmat qilingan yerlar 3 ta, shaharlar 3 ta. Makka mukarrama, Madina munavvara, Quddus sharif. Makka mukarramada o'qilgan bir namoz 100 ming namoz. Madina munavvarada o'qilgan bir namoz 1000 namoz. Quddus sharifda o'qilgan bir namoz esa 500 namozga barobar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytdilar, Quddus hurmatli shahar, Quddus barakotli shahar dedilar. Quddus sharif. Alloh taolo Qur'onda uni nomini keltirdi. Aqso dedi. Ya'ni Quddus shahrini chekkadagi bir masjid deb Alloh maqtadi. Bugunda xususan 20-asrda Quddus sharif va barakna havlahu atrofi muborak bo'lgan yerlar juda bir istirobli joylar, tahlukali joylar, uning boshidan turli tuman narsalar o'tyapti. Xususan u yerdagi musulmonlar boshlaridan turli tuman voqea va hodisalar, minglab musulmonlar shahid bo'ldilar. Minglab, 10 minglablari yarador bo'ldilar. Lekin ko'plari muqaddas shaharda o'tiribdilar, sabr va toqat qilib. Alloh taolodan so'raymizkim, Alloh o'zi zolimlarga kifoya qilsin, mazlumlarni o'zi qo'llab-quvvatlasin. Jonajon yurtimiz, muhtaram yurtboshimiz boshchiliklarida yuzlab
yaradorlar muborak Quddus shahridan bizni ona diyorimizga olib kelindi. Ularga tibbiy muolajalar, ularga xizmatlar, ularni alamlarini, dardlarini, ularni mashaqqatlarini aritish uchun ularga yordam qo'li cho'zildi. Bu albatta mo'min musulmonlik burchimiz. Bir-birimizga marhamatimiz. Alloh taolo iloho bunga sabab bo'lgan yurtboshlarimizni, bunga sabab bo'lgan barcha mutasaddilarimizni o'zi panohida asrasin. Iloho qo'limiz uzun, quvvatimiz baquvvat bo'lib, ko'p mazlumlarga yordam berishlikni Alloh taolo o'zi nasib aylasin. Hammamizni Alloh panohida asrasin.